Assalomu alaykum ahli YouTube, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi pechkamizni o'rnatib, yoqib, sinab oldik. Farg'ona viloyati Quvaga o'rnatib berdik. O'choqli 1.30 ligidan. Kimga shu xizmatga kerak bo'lsa, Salohiddin o'yindan qoldiramiz. Xona katta ekan, shuning uchun o'choqlisini tanlashdi videolari. Videoga like bosib, kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana ablisubka ishlar bilan o'rnatib yoqib berdik. Oldi tarafi 1.30 likda 3 ta duxovka bo'ladi, orqada bitta, oldida 2 ta. Mana oldi ko'rinish. Orqasi mana chekka o'rnadi. Xizmatlar vodiy bo'ylab Salohiddin nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Uyga sement xum, shiperdan chiqadigan bo'lsa bitta albiz olib qo'yishadi, qolganini olib borib o'rnatib yoqib beriladi. Aka oldin uy solyapti turganda mo'rlarni qo'yib ketgan ekan, azbizigacha qo'yib qo'yishgan ekan. Bir ikkita joyda perdevka ishlari bor ekan. O'shalarni ko'rib to'g'rilab qo'ydik. Videoga bir dona like bosib, kanalda yangilar bo'lsa podpiska tugmasini bosib qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.